Assalomu alaykum. Okalar, mana joyi ko'ringlar. Kattalarning son sanog'i yo'li ekan. Endi hozir tashqaridagilarni ham ko'rsatamiz. Tashqarida ham bilmayman nechta bor. Manlarni qaranglar, okalar. Bu har kuni shu yerdan bir yo'q deganda 2-3 marta o'taman, mana shu ko'chadan, oka. Ahamiyat bermagan ekanmiz. Yo'qda shunaqa kattalar borligini. Okalar ko'pchilik bilsa kerak, izzada shunda zapravkani orqasi. Hamma sotilar ekan, kerak bo'lsa, okalar. Lekin kattalar sotib qo'ygan, kasali yo'q. Shu chiroylilar ko'payganligi, Qashqarni ham hozir alohida ko'rsatamiz. Okalar, mana uddilarni ko'ringlar. Oquddimi, mana qopqonni shahmat, abrez chiroyli qopqonlar ko'paygan bo'lsa. Shu yerdan necha marta o'tamiz, men bir kiraman dedim, hech kiramasdim shu joyga-da. Bunaqa kattalar borligini ko'rganda davno kelardi, oka. Egalari ham kamtar ekanlar, videoga tushmayman dedilar. O'shanga men o'zim bitta o'zim sekin biyolarni ham ko'rsatib ko'ramiz, oka. Keling. Joy ham joyvor okalar, salqingilik. Yozda ham maza qilsa kerak kattalar bo'lsa. Joylardan olamiz. Lekin Qashqarda ham rosa ko'paygan lekin. Mamalarni qaraydi. Mamalarni bitta olib, mana qopqonlar. O'zingizlar eski qopqonlar ham ko'paygan. Qashqarni ham bitta olamiz endi, oka. Voy mamalarni qaraydi. Oynalar. Okalar hammasi sotilar ekan. Bu yerda kasal kattarib ko'rmadim. Ichida menimcha ishqo'z bo'lsa-lar shunda izzani betonkasida, shunda ko'chani yuzida telefon nomerlarini qoldiraman. Mana bularni qaranglar. O'ynab tashlayotganlari bor ekan, tushaman deb.